Aka bular zotkami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor. Bu qo'shqorlar necha yosh bular? Mana qizil arqon bilan bo'ylagan bu arashan uni $4,500 qilishyapti. $10,000 so'rayapmiz. Aha. Narigilar ular Kirgiziyadan olib kirilgan. Bular Mana qo'shqorda. ha, qo'chqorlar. Bular $2,000 da, sovliqlar $1,200 da, ular toza afg'on. Afg'on qo'ylarmi bular? $1,200 ha? Mana sizga ko'rsataman yana toza afg'on qo'chqor. Bo'yi 1.7. 1.7 deysizmi bo'yini? Ha, 1.7. Afg'on qo'chqori bu. Da, чистокровный afg'on. Tozda qolli. Narxi qancha buni? Bu $2,500 ekan. Yarıchkalar mana 7,5 milliondan. Bu tuqqanmi bu? Yo'q hali, ko'zi 3 oylik. 3 oylik qo'zimi shu? Zo'r ekan, barakasini bersin. Mana ularni ham ko'rsatsangiz. Ular 4,5 milliondan 50 ta qo'y bor shunaqa aka. Mana ular. 4,5 milliondan 50 ta bormi bunda? Ha. Baraka fermada. Instagramimiz Baraka ferma. Qayerda joylashgan-ku u ferma? Yangiyo'l 55. Kola zavod.